Hammaga assalomu alaykum. Bu Yevropa kanalini ashaddiy muxlislari. Sizlar qalaysizlar? Ishlar bilan charchamay yuribsizlarmi? Akalar, sizlarni ham lentalaringda behayo bir musulmonchilikka, dinimizga to'g'ri kelmaydigan videolar ko'payib ketyaptimi? Mashatdan bo'ldilaringmi akalar? Bu nimadan ekan? O'zbekistonda erkak qolmayotgandanmi yoki ayollar erkak kishidan ustun bo'lib ketayotganidanmi? Nimadan deysizlar? Men hayron qolyapman-da. Вообще bir nima deydi, ichimga sig'dira olmayapman-da borku. Mana bunday qilib ko'krak ko'rsatgan video bilan Dayus bilan o'shada ham kimdir o'sha qanchiqda ham o'sha itdan tarqagan bir xudo urgan iflosni ham kimdir videoga olyapti. Qaysidir erkak videoga olyaptimi? Bu nimasi bu? Bugun men o'zim Germaniyadaman-da, onasini emsin. Bitta odam kelib menga ko'rsatyapti. U musulmon emas, bir bilan bittasi kelib aytayapti, "Sen o'zbekmisan?" deyapti. "Ha" dedim. "Men videoga qara" deyapti. "Sizlarda shu mumkinmi?" deyapti. "Men mumkin emas deganman-da, sizlarda mumkin ekan-ku" deyapti. Bu qanaqa bu? Meni ham 2000-yil singlim bor-da. Uyda yo erkakliging bormi? Erkakmizmi biz ham? Ne chiqayotganda qaraysanmi, bilan hayron qolaman, bilan. Sening ko'chaga chiqib ketyapti, apang ko'chaga chiqib ketyapti, xotining ko'chaga chiqib ketyapti. Qaramaysanmi, o'zbek bilan musulmon qanday, qanaqa odamsanlar? Ba'zi odam sharmandachilikka qo'ymagin. O'sha yarim yalang'och bo'lasanmi, boshqa iflos ishlaringni qilasanmi, ko't bo'lasanmi, bor o'sha xohlagan davlatingga ketib yur. O'zbekistonni nasib ostirmagin. Mashatdan bo'ldik-ku, O'zbekiston qarasang, qaysi bir hali xotinchalik erkaklar, qatta yo'q iflos qizlar nasib osdi-ku bular. Bo'ldi-da endi, yetar, zaybali, to'g'risi. Qonuniy chora faqat shu er-xotinning urushiga ko'radi. Biz davlatimiz ham bir qatta yo'q bo'lmagan narsalarga 5 sutka, 15 sutka. Kecha ko'rgan bo'lsalaring akalar, oddiy mana piva, alkashlar kuni bo'pti, ifloslar kuni bo'pti. Shularni hammasini to'plab nimaga bir oyga qamab yubormadi? Oddiy oilaviy janjallarga qamaydi, mahallada qo'ni-qo'shning bilan urushib qolsang qamaydi, ko'chada choyxonada yosh katta akalar yo bo'lmasa bir kimdir bor, shanba kuni 50 gram ichib qo'ysa, o'shalarga ma'muriy javobgarlik bo'ladi. Bular ichkilik kunni bayram qilib o'tiribdi. Bunga kimdir qaraydimi? Mas'ullar qayerga qarayapti? Akalar, bo'g'ilgani ish juda ko'p. Prosta bizning davlatimiz bunga ahamiyat qilmayapti. Oxiri baxayr bo'lsin. Erkaklarimiz erkakligicha qolsin. Xotinchalish bo'lib qolmasin. Sog' bo'linglar.